70 ga chiqqan hoji akalar juda ham yomon chiqishdi-yu. Bolam hadib qizli devormasdan dodalaringni duosini olgin deb chaqirib qolishdi. Bo'ldi hoji bobo deb biz ham ishga kirishib ketdik. Dasturxonga ortiqcha jinni sangi narsani qo'ymasdan lakshri stol qilib bergin deb aytdilar. Hadib qizli, kampir ayollar bunaqa stolda o'tiradimi? Hoji akalar ham mazza qilib o'tiraylik deb aytib qolishdi. Minusini bo'lsa menga qo'yib ber deb aytdilar. Pasuda stol hammasini bozorlarni ham eng jinnisini olib kelgan dedilar. Shuning uchun ham ertalabdan alisga tushib sifatli narsalar olishga harakat qildik. Bozorliklar sifatini ko'ryapsizlarmi? Bitta lak bosib qo'yasizlar. Bolam 60 ta keladigan hoji akalaringning hajabi 5 tasi uyga chaqirsa, soqqani tegdi qolib ketasan deb aytuvdilar. Men ham ishga kirishib bordim. Odamdan menuni eshitib aytdi, "Dodajonim, sahariy oshib ketmasin, sen bolam nima deyapsan? 80-90 oylarni otasi keladi bugun" deb aytib qoldi. Mayli deb ishlarni, ovqatlarni va salatlarni zaga to'pkasdan boshladik. Orada kayfiyat somsadan mehmondorchilik ham bo'ldi. Dodam aytganlarda stolga yagida chaqchuqlardan boshqa narsa qo'ymadi. Aytgancha mehmonlar kelib o'tirishligiga 2 xil ikra ham berdik. Ikradan kelgan issiqni tandirda somsa bilan nonli ham uzib berdik. Ulardan keyin bo'lsa sveji garachi salatni ham kirgizdik. Ishlarimiz juda ham ko'p bo'lgani uchun ularni videosini ololmadim. Orada bo'lsa mana shunaqa sveji tarvuzda ham berdik. Agar sizlarning uylarga shunaqa nozik mehmonlar keladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Birinchi ovqatga bo'lsa xamirsiz manbar bergan deb aytdi. Manbardan keyin har bitta odamga bittadan qo'y tili berdi. Undan keyin ko'rganinglarda har bitta odamga medalyon aytgancha orada lasos ham bergan deb aytuvdilar. Ishimiz bo'lsa limonli desert bilan yakunladik. Hammaga xayr.